Agar sizga ham xuddi shunaqa xabar kelgan bo'lsa, значит siz musofirda yuribsiz va sizni ishlatayotgan nomerlaringiz 30-iyun kuni blok bo'ladi. Blok bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Hozir mana shu videoga bitta laykchani bosasiz, men sizga tushuntirib o'taman. Sizlar o'ylaganchalik qiyin narsa emas. Bilsalaring O'zbekistonda ham xuddi shunaqa narsa bor. Endigina Rossiyaga kirib kelgan, bu faqat musofirlar uchun, grajdanlar uchun emas. Musofirda yurganlar shu narsani qilib qo'yishlari kerak. Diqqat bilan gapimni eshitinglar. Любой ishlatayotgan sim kartalaringni blok bo'lmasligi uchun o'sha ishlatayotgan sim kartangizni kompaniyasiga borasiz. Misol uchun sizda Tele2 bor. Tele2 ofislariga borasiz. Beeline bo'lsa Beeline ofislariga, Megafon bo'lsa Megafon ofislariga borasiz va pasportingiz bilan, telefoningiz bilan borib, menga mana shunaqa SMS keldi. Shu email adresingizni kiritib qo'yasiz. Bu email adres telefonda o'zini shunaqa raqami bor. O'shani kiritib qo'yilsa, bo'ldi, hammasi bezopasni, hech qanaqa blok bo'lmaydi. Ko'pchilik o'ylayapti, NFC ga borish kerak, UFMS ga borish kerak, aqa borish kerak, baqa borish kerak. Yo'q do'stlar, hech qanaqa problemasi yo'q. Meni lichni o'zimga shu SMS keldi. Meni ishlatayotgan nomerim Tele2 ofisiga borib, bir kunda ishimni hal qilib keldim. Agar siz ham blok bo'lishini xohlamasangiz, tez o'sha raqamingizni ofisiga boring va registratsiyadan o'tib qo'ying. Bo'ldi. Sizlar o'ylaganchalik qiyin joy yo'q. Bu videoni musofirda yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Chunki lichni o'zim kecha bitta akani ko'rdim ko'chada, o'ylanib, nima qilsam ekan, aqa borsammikin, baqa kelsammikin deb yuribdi. Qanaqadir go'susligidan ro'yxatdan o'tsammikin deb yuribdi. Aslida ofislari orqali prosta osongina hal qilsangiz bo'laveradi.